Marjosh. Abduri. Abdurrahman Qog'iliq. Keçivatıman. Putlarım bir-biriga ulaşmay, tiniqim yetişmay. Badallarim borgan sira olsizlanib, shundoq berib ketdi. Lekin yana shu yugurgan yerda yuguraverib, hech oldimga eshik uyoqda tursin, bir izimdan chiqib ketamayotdi. Kaynimdan qirishqandak bir nama'lum, jonni olg'udak bir qor soya menga agishib keldi. Bu qor soya to'xtamasdan meni quvladi. Oldimga qarab, kaynimga qarab, asrab. Badanim olsizlanib, bo'lolmay qolgan vaqtda shundoq yugurib, naladan paydo bo'lib qolgan tuyuqsiz bir qo'riq o'tniga putlashib, yiqilib tushdim. Yiqilib tushib, aski samon taqirdak nachchini do'malab, darhol bu daraxt yo'q yerda o'tin nima ish qilgando deb qardim. Qardim yo'q, cho'chib ketdim. Putlashib ketganim o'tin bo'lmasdan, balki bir iskeletning qo'l so'ngiga bo'lib, uzun iskelet qo'llari chiqib turadi. Qo'rqib, yuragim ig'izimga tiqilib qolgan vaqtda qachonlarda keldi, qor soya oldimga birli paydo bo'lib, orqadan gelinni siqdi. Yelimni kuchab siqishi bilan nafsim yetishmay, yuzlarim eslab, nafas elishim texmi pastlashib ketdi. Bari nafas olamadim. Nafas elish imkoniyati yo'q. O daqiqada putlarimni to'xtamay tepib, tiniqmi o'zlay deganda tuyuqsiz bir oq nur ichida cho'chib uyg'onib ketdim. Ko'zimni ichib qarasam, kun tig'i chiqmagan edi. O'rnimdan turib qo'rqinishda tarlab ichim qizib ketgachkimikin, to'nglarqidan sovuq chayimni ilib, bir stakan ichgandan keyin yuragim azroq iziq tushdi. Ko'rgan tushimni o'ylab, hojatxonaga kirdim. Hojatxonaga nihoyat vahima bilan kirdim. Hojatxonaga kirishim bilan cho'ngliqqa og'maxondan qilishimgidek bir chashqon hojatxona o'tirdan yugurib keldi. Tuyuqsiz bo'lg'achqimi qo'rqib turgan odamga qo'sh ko'rnar deb bir chashqondan qo'rqib orqamga nachqada minib ketdi. Chashqonmi mendan qo'rqib qayalarga yo'qoldi. Ma ishni ko'rib, bir tush ko'rib, tushimdagi vahimda bir chashqondan qo'rqinimni qarmabdi. Menmi o'g'ri bola bo'ldimmi? To'g'ri. Shundoq deb o'ylaganimcha, hojatxonadan orqamga yenishim bilan o'ylamgan yerdan orqamdagi uy eshigining bo'stig'isiga putlashib ketib, uyning ichiga orqichilab dojig'an betim xomkavida tushib ketdim. Ta'limga orqamda bir qo'r kiyim bo'lg'achqimi, har holda boshqa yerim qattiqmi tegmadi. Boyi yutib ketgan chashqon yana naladan kelgan
tuyuqsiz sirtqa qarab qochdi. Birdamdila ko'zini g'oyib bo'ldi. O'rnidan turmoqchi edim. Qo'rqib ketganimdan put-qo'llarim lag'ildab, titrab ketdi. Birdam o'rnida o'ltirib qoldi. 2 minut atrofida o'ltirib, sal astimga kelib, o'rnidan turay deb turishimga opam kirib keldi. Va nima ish bo'ldi deb so'radi. Hech bo'lmadi deb tugatdim. Orqadan opam tamoqqa to'ldi. Xo'shaqmagan ilpozda opamning oldiga chiqib, sharada o'ltirib, o'xshagan suqashdan 3 qacha ichib yotgandan keyin o'rnidan turay deshimga opam so'z ichib qoldi. Senmi cho'ng bo'lib qolding, bir ishning epini tut va yoki hunar o'rgansangmi mayli dedi. Menmo opamga bo'ladi, bir qancha kun o'g'lin velishni aytdim. Orqadan uyda turg'im kelmay, sirtqa qarab oldim. Va og'inam Umarning navoiylik do'koniga berib, paranglashqat ish pushuqimni chiqarish uchun navoiyxonaga kelib, paranglashqat uningga yordamlashdim. Burunmo u menga yordamlash degandek gaplarni ko'p qatim deb ketgan edi. Menmo bekor qasim berib yordamlashdim. Bu qatim bu xiyolimni Umarga aytishni o'ylashdim. Bir qo'ri ish qilib atqach, o'zim eg'iz ichib uningga aytdim. "Ey Umar, men sening yoningda turib, sana yordamlasam qanday bo'lar? Ha? Bo'ladi. Qarshi olaman jumoma. Bu gapni anglab bakli xo'sh bo'ldim degina. Menmi bu do'konni yolg'iz ichib bakli siqilib ketadi g'ayda. Odam yiqillarini sig'inib qoldi-ku og'ayna. Bu gapni omdan qilding demo? Yo. Sana xuddi bir qiz bola tegima deganda xo'sh bo'lib ketding-a? Do'koniga yaqin turma desam. Shu. Qiz bolamu sendek nazokatlik emas juma. Sen naz qilib berdigan qiz bolaga o'xshab tamsamdi? Shu ba'zi deyman-g'o. Do'konda yolg'iz zirib ketadigan odam. Shu chaqlarda bo'ldi. Bakil lafz gap qilgansan sen. Qo'riq gapingni oz setib, neningni yaqa. Beka yerga domlab tushib, qo'riq tutgan yuzingdak bo'p qolmasa yana. Nima? Mening o'zim shunday qo'riqma. Shunday bo'lmamtiki? Nadiga qo'riq gapni qilgansan. Umar bu gapni qilishi bilan to'ribli shaytonliqim tutdi. Qo'riq bo'lmagan bo'lsam, do'konga kelgan bir qizni keltira bo'g'iydi. Qarg'ina bo'ytaqliqingmi chirayingni chiqib qolib turibdi mana. Mush yerda namga jiq qarab, chirayingmi nan chiray bo'lib qopti sening. Qizlar ko'simi? Qachqidak sendan. Voy, mana. O'zingning talatiga qarab boqsam bo'lmamdi, ha? Men qundoqgaman. Mana. Yomon bo'lsang bo'g'o, ovi qizga gap qilib baqa. Kuldiralasan sening kelishgan ekanligingga ishonaman. Qanaq? Shundoq deb do'konga non og'ili kelgan qizmikin tong bir chiroyli qiz do'kon oldiga qarab kelishga boshladi. Shu qizni ma'noyim bilan ishora qildi. Nima deyman u qizga? Telefon nomerini so'ra. Shundoq deb yiqib bo'lgan nonlarni men ko'yib ketmasin deb qarab turdim. U qiz do'kon oldiga kirib, gap qilmasdan xoltini qo'lga oldida, nondan uni xoltiga soldi. Gap qilmasdan 20 ming pulni oldida turgan Umarning oldiga qo'yib, kayniga burildi. Umar buni ko'ribla qizning kaynidan paypitak bo'lmadi. Mana bir maydon tomosha ekan. Ay qizchoq. Ay qizchoq. Umarning to'lishi bilan qiz kayniga qaradi. Qizning qarashida Umar o'r turib qoldi. Qiz, "Nima, pulni berdim-g'o" dedi. Qizning bu gapi bilan to'rilgan qopiqni ko'rgan Umar, "Menga xopimay, telefon nomeringizni dabbasingiz bo'pti-kan." U shundoq debla usti-beshi to'nir beshidagi qasmoq qo'danlar bilan u qizning oldiga bordi. Bu qiz Umarning putidan beshining uchigacha bir qarab qo'yib, "Nima? Nima qilsiz nomerimni?" Qizning gapi bilan Umar, shu so'z bilan muhabbatlashay degan. Ey, tova, masarangni ko'ring. Qiz bolaga gap qilishni bilmaydi-ku bu. Nima? Meni kimingga o'xshatib qoldi? Bu qasmoqdas. U qiz qo'lidagi nonni, qo'lidagi xolti bilan bir cho'rish bilan nonlar uchib kelibla Umarning yuziga tegdi. Umar kaniga dajib bo'g'icha nonlar tegidig'ini tegib yerga tushib bo'ldi. Umar qo'lini o'qizga so'zgan beti qoldi.
qiz eg'izini ushlig'icha tillab ketib qoldi. Ömerga qarab qistab kelgan kulkamni oran tutib turadi. O tezla ochiqidan menga qaradi. Qarsam yuzlari nonning o'li tegib bir qancha yerlar so'lib ketgan edi. Qolmi o'yib bo'lgan edi. Bo'ldimi? Ha, bo'ldimi? O mening oldimga davaylab keldi. O oldimga davaylab mushtlarini to'kib keldi. Ay, to'xta. Nonlaring xira kuyib ketadi bekar. Shundoq deb tonordagi nonlarni ko'rsatdi. O menga etilgan odam tonordagi nonlarni qo'mirish bilan bo'lib ketdi. Sen qo'mirvasan bo'lmamdi. Voy. Men qo'mirlaydigan ish bo'lsa, qechingni kamaytdim men. Mushu bir ishni qilolmagan. O yuzi og'irdimi, vajallab qo'pib nonlarni qo'mirib menga qaradi. Onun yuzidagi bir qancha qon sirg'ib tushganiga qarab sal xijil bo'lib qoldi. Bo'ldimi? Ha? Dading chiqdimi endi? Qo'rqibla kulib tashladi. Ay, qara buni. Maymunning ko'chidagi kuladigan ekansan. O birdan o'tirib, kulishimga foydalanmay birdan kulishdik. O orqadan yana qolgan nonlarni yiqib bo'lib, yaqin atrofdagi bir oshxonada mehmon qildi. Shunaq bo'lib, Ömerga yaqin turadigan bo'ldi va atigan chiqadiganimni aytib, uyga qarab yo'l oldim. Bugun bir kun shundoq tez o'tgan edi. Men uyga kiribla o'zimni karvatga tashlab yotdim. Yetib xiyol surib, bir chaqda uy ichidan taq qilgan oyoq tevishi oldi. Asta o'rnimdan turib qoldim. Hech kim yo'q. Ovozim tangni yo'qolib ketdi. Yana birdan atrofga zansilib tursam, yana shundoq ovoz keldi. Lekin uyda hech kim yo'q. Uydagi telekamerani ichib etishni o'ylab, sirtqa chiqmoqchi bo'ldim. Lekin sirtqa chiqishdan qandoq ishgan qo'rqib, o'zimni bilmayman. Yana yetib uyquga ketibdim. Yana shu tush, yana shu qor ko'langa qo'g'lab yana qechib yana yilqi jasad so'nkiga putlashib yiqildi. Yilqi ko'langa yana gilimni siqqanicha g'azab bilan sen ölüşün kerak. Sen çoğum ölüşün kerak. Shundoq degunicha gilimni siqib Menmi shuncha terkishib bo'shinamay o'tdim. Oxiri yana tushdim uyg'ondim va o'zimni tarlab, ortiq besib ketgan badanimni so'rab, so'xonaga chiqdim. Yuz-qo'limni yuvib, ozroq aslimga kelib olgandan keyin so'xonadan qaytib chiqdim. Tuyuqsiz iliq chashqonning eshik tarafga yugurib mang'ini ko'rdimda, orqasidan qo'lab eshikiniga kelsam, eshiknidagi ochiq derazadan bal sakrabla chiqib ketdi va ko'zim g'oyib bo'ldi. Acib doimli ko'rindiği bu chashqon. Darhol sirtqa qardim. Sirti hech yerda ko'rinmaydi. Opam oshxonada bo'lsa kerak, oshxonadan qozonning qo'rilayotgan ovozi angladi. Bakli qo'rqib ketdimmi yoki bak uxlab ketdimmi tang, hozir sirt qorong'i bo'lg'ach, atiganmi yoki amni kech bo'ldimi bilmayli qolgan edi. Oshxonaga kirsam, opam baldurla tamoq tayyorlik qildim dedi. Orqadilla oshxona uydan chiqib mehmonxonada o'ltirdim. 5 minutgacha tamoqni tayyor bo'lib, oldimga keldi. Tozutma qilmay bu o'xshagan tamoqni mazza qilib yeb oldim. Texmi ko'p yangi asarlar bilan sizni saqlaymiz.